Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga, qadrli YouTube'dagi kuzatuvchilar, dehqon aka-ukalar, xolodilnik qiziqqan barcha. Xo'p, yana Tojikistondamiz. Bo'xtarda, Qatlon viloyati, Bo'xtar shahridamiz. Xo'p, o'tgan gal bu kameramizni videosini joylagandim. Hozir mana dekabrdan beri ichida dekabr boshidanmikin yo noyabr oxirini bilmadim. Qisqasi mana shu yerda hozir 32 tonna limon saqlashyapti. Shu xolodilnik kamerani qilib berdik. Xudo xolasa mana limonlarimiz chiroyli holatda ko'rsatamiz. Hammasi soz. Hop. Motorimiz ishlaydi. Qisqasi hozirgi kunda yarim soat dam olyapti. Taxminiy 5 minut atrofida ishlayapti. 5 minut, 3 minut shunaqa. Bu tarafda kamerani aytib o'tgandim shunda. 8:40 ga bo'ldi hozir. Sal uzaytirib yubordik. 8:40 ga to'g'ri 80, balandligimiz 4 metr. Umumiy hisoblaganimizda 5 ga 410 kamera. Ertalabdan beri tekshirilganda tagini chiroyli qilib stashga qo'yiladi. Shibin tashab tayyorlab qo'yilgan. Hop, isparitelimiz DJ40 Xitoy komplektatsiya bilan bo'lgan to'laligicha. Ko'rib turganingizdek juda ham katta isparitel bu. Kattaroq qo'yilgan, xudo xolasa. Ishlashi a'lo darajada. -1 gradus ertalabdan beri tekshirildi. Ana xonamiz hozir -1 gradus muzakkina. Shunaqa holat, chiroqlarni chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Deyarli hamma xolodilnikga chiroqlarni qo'yib beramiz, chunki u klient o'zi tomga chiqishga yo bo'lmasam shu chiroq uchun alohida elektrik chaqirishga to'g'risi qiyinchilik tug'diradi. Ba'zi mollar keladi, bo'lmasa shuni qolib ketadi. Shunga baribir TVsini germetika qilingan vaqtda chiroq-piroqlarni qo'yib chiroyli qilib ish bitirib ketiladi. Ertaga o'g'ri bo'lmasligi uchun. Xo'p, Penaflex stashga keladigan bo'lsak, Penaflex salafan TVsdan panjarasi bo'ladi. Xuddi shunaqa tashab, imkon bo'lsa masaga qorisi zo'r bo'ladi. 1.60 ga 2.20 eshigidan qo'yib berganmiz. 1.60 ga 2.20. Shu panjara bo'ladi, stashkamiz yorilmasligi uchun. Endi bu yerda Tojikistonda sal kichikroq bo'lar ekan, mana kubiklar, biz O'zbekistonda sal kattaroq. 7 talik bir firmaga tegishli. 4 oydan beri, 5 oydan beri yotibdi bu narsa ham. Chunki bizda vaqt bo'lmadi. Ishlashlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Xizmatdamiz bu joyga yozgi sezonga tayyorgarlik. Shu yozda gulosmi, shafton guloslar asosan 27 kun atrofida saqlasa bo'ladi. Shaftoli shunga o'xshagan narsalar anchaga saqlashaveradi. Hammaga rahmat sog' bo'lasizlar. O'zlaridan ham bir suhbatlarni olib qo'yamiz. Bo'shash hozir tashqariga chiqib ketdilar, bo'shaganidagi mana devorlarimiz penopoliuretan. Shunaqa holatda bo'ladi, sarig'idan bo'ladi. Doim aytib o'tib ketaman. Agar siz tokdan tejab qo'ymoqchi bo'lsangiz, mahsulotingiz dirkillab chiroyli holatda chiqishini xohlasangiz, shu paneldan qiling. Bizga umuman ahamiyati yo'q. Oq panel qilasizmi, sariq panel qilasizmi? Biz shunchaki eng yaxshisini siz uchun tavsiya beramiz. Eng yaxshisi siz uchun bo'lsa, tokdan tejilasiz, o'sha hamyoningizni qoladi o'sha pul. Shuning uchun shu sarig'idan qiling iloji boricha, imkon qadar deb ko'p aytaman. Men germetikalarni ustab chiroyli qilib chokladimni qilib bo'rtib chiqadi. Xolasangiz olib tashaverasiz. Keyin germetichni bo'ladi. Bu tarafidan ham, u tarafidan ham chiroyli qilib germetichni qilib qo'yilsa, xudo xolasa xolodilnik zo'r bo'ladi. Maza qilib ishlatasiz. Xo'p, bu panellarimiz penopoliuretan, plotnosti 42, listi 04. Motorimiz 7 ta ot kuchli bo'ldi. Ichkaridagi fen deymiz, isparitel deymiz. Ba'zi vopam deyiladi. Bunisi DJ40 bilan bo'ldi, chunki
uzoq joy Tojikiston muzlatib qolish ehtimoli ko'p, shu sababdan bu xolodilnik ko'rsatib o'tdim. Xudo xolisa bemalol murojaat qilaverasiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bajarib beramiz. Xo'p, yuklarimiz Tojikistonga kelishi tartibi sal o'zgarib qolgan. Agar Tojikistondan Xudo xolisa xolodilnik qildirmoqchi bo'lsangiz, murojaat qilganingizdan keyin Xudo xolisa imkon qadar aytiladi, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, dokument. U dokument asosan talab qilinmaydi. Agar qanaqa desam bo'ladi, как положенный rastamoshka qilib olib kirmoqchi bo'lsangiz, rastamoshka tartibi sal boshqacharoq. Agar rastamoshka qilmasdan olib kiradigan bo'lsangiz, kargo yo'li bilan keladi. U misol maydalar olib o'tiladi. U yo'llarda ham bor. Ahamiyati yo'q, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham Xudo xolisa hamma narsalar qonuniy, dokumentlari bor, muammo yo'q inshaalloh. Bajarib chiroyli qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Alloh salomat qilsin.